Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi yotoqxona mebel jihozimizni topshirdik. Yormazorga qo'ydik. Shkafimiz, keyin kravatimiz, devorimizni bambuk panellar shkaf qilib berdik. Mahkiylarini yopishtirib, eshigimiz bu. Eshigimiz skriti bo'ldi. Bundan albatta keyin bosh tomonlarida patolog qilib, podъем mexanizmi bor. Matrasimiz ko'tariladi. Tremoyimiz podvesnoy bo'ldi. Buni bossa ochiladi. Xalaqit qilmaydi ruchka bilan, pufiklari bilan. Endi bitta shkafimiz tepalari antresollari push mexanizm. Ruchkalarimizga ham baho berasizlar. Ochganda batga uzun kiyimlar. Ikkinchi qatorimiz. Bitta shuni roligimiz bor, bu ham bossa ochiladigan. Ichiga bemalol narsalar solinaveradi. Pastda ham xuddi shunaqa. Hozir oyoq kiyim tersa ham bo'laveradi. Sharnilarimiz High Gold brendiniki. Vakuum petlalaridan qo'yganmiz. Bu tomonga uzun kalta ilinaveradi. Bemalol. Shu yonlaridan shuruq ko'rinmaydigan versiya qilib eksentrikka qatirganmiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Chiroyli qilib sizlarga ham yasab beramiz.